Bosildi o'shani ham qarab qo'ying ostiga. Birinchi tanishtirishingiz bundan boshlang. Bo'ldi, hozir Qo'yaveradi. sochini to'g'rilaylik. Onangizni endi bo'lyapti. Uylangan bo'lsa bo'ldilar. Qisqarab. Kim qarab turibdi? Ashu joyi yomon chiqardi. Boshiga Qo'yaveramiz hozir. boshiga bitta qo'yish kerak. Bo'ldi, qo'yamiz. Ashuladan boshlash kerak. Vallahi shundan boshlaymiz. Assalomu alaykum tog'alar. Assalomu alaykum tog'alar, yaxshimisizlar? Xullas, savollar ko'payib ketgani uchun Doniyor akamning oldiga keldim. O'sha Yevropaga qanaqa qilib borsa bo'ladi? Borishga kategoriya kerakmi, yo'qmi? Xullas, mana shu savollar juda ko'payib ketdi. Men Instagramda bunaqa to'g'risini aytaman, mijg'ov savolda bu juda o'ta hali saviyasi past savol, mijg'ovlanib ketiladigan Instagramda bunaqa narsalarni qo'yib bunaqa kontent qilib bo'lmaydi. O'shaning uchun YouTube'ga mana xudo xolasa sal ko'proq qilib, noldan polni tushuntirib, inshaalloh o'tib ketamiz. Bu narsani Doniyor akami xudo xolasa hammasini o'zi gapirib beradi. Noldan qanaqa bo'ladi, kategoriya, xullas hamma savollaringga javob beraman. Savollarni yig'ib kelganman. Lichka o'zi to'lib ketdi onasi. Yangi kelinchak bo'lganlar bir oyda tug'dirib yuboradilar bunaqa savol bilan. Xolasa hammasi o'zi javob beradi. Akam qiynalib qolasiz, aka miya qizib ketadi lekin. Savolni beramiz. Lekin bu akamizni men bitta tarixini sizlarga aytib beraman. Akamiz o'zi oldindan o'sha 2016-17 da men sizni taniyman. Orada lekin bir Yevropaga o'zi qiziqib bordi. Borganda ham yomon qildi. Borib mashinalarni yo'q bordi. Biz короче polniy firmani bankrot qilib, bizni o'zi O'zbekistonga qaytdi, bizni boshqa firmalarga o'tkazib yubordi. Shunaqa bo'ldi. Endi bitta savol, bitta pravo olish kerakmi? Yevropaga borish uchun qanaqa kerak? Hamma savolga hozir nima deydi? Krupniy qilib savolga javob beray aka, pravo kerakmi? Borish uchun qanaqa kerak? Qanaqa odam, jenskimi, mujskoy bo'lish kerakmi? Tepakalmi, sochi bo'lsa bo'ladimi, yo'q? Shu mijg'ov savollarga bitta konkretniy o'z javobni berasiz aka. Xudo xolasa. Assalomu alaykum. Avvalambor hammaga. Shohrux, ya'ni imperator o'zida kuzatuvchi podpischiklari. Bu savol juda o'rinli savol bo'ldi. Juda ko'pchilik beradi bu savolni ham o'zimga ham. Prava kerak, Y kategoriya kerak fura haydashga. Fura haydashga albatta Y kategoriya kerak. Endi 3,5 tonnadan oshiq bo'lgan yuk avtomobil haydovchi nimalariga, mashinalariga C kategoriya kerak bo'ladi. Bu albatta. Faqat bu kategoriya kerak. Albatta opit ham kerak-da. Opit bo'lmasa aqa borib olib molxonaga ketmaydi-yu. Ularni minib yo mashinani minib. Menda hozir shu narsalar ko'pchilik so'raydi. Men borganiga aka 48 yil bo'ldi-da. Hozir men qaysi dokument ketadi, nima ketadi, men to'g'risi bilmayman. Bolalarga gapirsam, "Как бы, kibrni yoqib olibsiz, yo deydi-da." O'shani o'zingiz hozirgi sharoitda 2025 iyunda 20-sida qanaqa dokument kerak bo'lyapti, shuni aytasiz. Y kategoriya kerak furaga, opit albatta opit. Opit bo'lganda ham dokumentalniy qog'ozda ham bo'lishi kerak, chunki hozirgi Yevropa davlatidagi firmalar albatta opit so'rayapti. Birinchi shu ya'ni nima deydi? Vojдение avvalambor, vojдение. Keyin hujjat masalalarida o'sha ishlab turgan joydan yo ishlagan firmasidan o'sha Y kategoriyada imini ishlaganligi haqida ma'lumotnoma, ya'ni spravka. Bu furaga. Ne только bu furaga, boshqa Yevropa davlatidagi vakansiyalarga ham qanaqa soha bo'lishidan qat'iy nazar o'sha sohani mutaxassisi, ya'ni o'sha sohada ishlaganligi haqida ma'lumotnoma, sudlamaganlik haqida spravka, bu ham обязательный. Uni ko'pchilik sudlamaganlik haqida spravkani period so'rashadi. Yo'q, bu periodi, nimasi periodi? Sudlamaganlik haqidagi spravkani apostili. Ya'ni o'sha Toshkentdagi Tashqi ishlar vazirligidan qilinadigan apostil, qonuniy bu o'shani periodi, angliskiy periodi. Endi davlatiga qarab. Misol aytaylik, Litvani aytaylik, yo Latviyani aytaylik, Estoniya misolda. Bularga angliskiy varianti bo'laveradi.
Endi Germaniya, misol Angliya bularga endi Germaniyaga iloji borsa nemis tilida bo'lsa juda yaxshi. Shu avvalambor opit. Opit kerak. Opit. Qanchadan qancha bolalar keladi, mashina minishni bilmaydi, lekin yolg'on gapiradi. Minishni bilaman, ishlayapman deydi, qayerdandir spravka qilib keladi. Yoki haqiqatda ishlagan bo'lsa ham hech qancha ishlamaganda borgandan keyin ish beruvchilarni oldida ham biz ham nima bo'lyapmizki, podvayt bo'lyapmiz-da. Hijolatchilik bo'lyapti. Nimaga? Biz har bitta kelgan kandidatni ishlaysizmi? Ha, ishlayman. Opit bormi? Ha, opit bor. Rus tilini bilasizmi? Ha, bitta ikkita savollar beramiz, pipalab javob beradi. Ayblab ketaman deydi, yo tayyorlanyapman, hozir repetitorga qatnayapman deydi. Borgandan keyin endi na mashina minishni biladi, na vaqtani qo'yadi yana orada. Vaqtani qo'yadi. Masjidga kelib o'rganganman. Orqasiga shapalab uradigan odam yo'q. Qayerdan u borib bitta mana shunaqa bir bandlik agentligini bir aldab-sullab bir narsa qilib, hozir как раз u gapni eshitmaydi. Misol uchun minishni bilmasa u yerda borib ko'p avariya bo'lyapti-da. O'sha avariyalarga imanitdagi aynan siz uni ishonchli odamisizda, sizga ishonib u odam olyapti-da sizdan. Albatta. Kelib hali pirt aytib qo'yadi, gap sizga tegadi-da. Mana shunaqa joylarda opiti yo'q odamlar bo'lsa borib, misol uchun eshitinglar, opiti yo'q bo'lsa ham mana shu Doniyor akamga siyozga chiqsalar, joylari bor, Andijon, Namangan, Qo'qon, Farg'ona, xullas kelib pulga o'rgatadi, lekin konkretno 200-300 ming soatda shunaqa o'zbek puliga pulni berasizlar, o'rganasizlar, konkretno o'rgatadi. 3 kun, 4 kunda уже imtihon darajasida sizlarni tayyorlab qo'yadi. Keyin bag'am hijolat bo'lmasa jo'nataveradi. Lekin aldab men bilaman, ota bobom furaniga tug'ilgan, meni ham anaqa bo'lib qolgan, furaniga tug'ilib qolganman, enam aytgan, u Yo'lchivoy deb ism qo'yishganda vohma qiliblar. Yo'q, bilmayman, tamom bo'ldi, bilmayman, keladi, o'rgatadi. Yo'q narsa, iloji yo'q-ku. To'ppa-to'g'ri. Oddiy narsani aldab hammani albatta ko'p problemalar kelib chiqadi shu narsaning orqasidan. Keyin bitta savol bor. Sudlanmaganlik haqidagi shu guvohni anaqasini beradi, spravkani. Sudlanganlar borsa bo'ladimi shunga? Bo'ladi. Bu o'zini statyalari bor. Statyalari bor, og'ir, yengil statyalarga qarab. Bilsangiz taxminan aytingchi, misol uchun 8 ta odam o'ldirgan borolmaydi, lekin bittasini Yo'q. Odam bu og'ir jinoyat sodir qilgan shaxslar o'sha Yevropani orzu qilmasa ham bo'laveradi. Yo'q, o'sha narsani sal yengilroq qilib tushuntiringda. Misol uchun qaysi kategoriyadagi qamalgan odam borolmaydi? Endi oddiy qilib aytganda odam o'ldirgan borolmaydi. Odam o'ldirgan bu juda og'ir jinoyat. Bular orzu qilmasa ham bo'laveradi. Endi qolgan mana firibgarlik yoki shunga o'xshash yengil jazolar bo'ladi-yu, ya'ni o'g'rilik misoli. Endi agar to'g'ri yo'lga qaytib, misol pushaymon bo'lib va misol to'g'ri yo'lga qaytgan bo'lsa, misol Yevropa eshiklari ochiq. Ochiq. Bu viza olishga to'sqinlik qilmaydi. Ya'ni bankdan qarzdor bo'lgan yoki bir nima deydi, mashinistva bilan deydimi, kimlardir nohaq tushib qolgan shunaqa vaziyatga, lekin kimdandir qarz olib uyini sotib 0 qilgan, lekin baribir qog'oz gapiradi. Lekin bular harakat qilsa borib ishlab uy joyini qilsa bo'ladi. Chiqib ketsa bo'ladi, ya'ni viza olsa bo'ladi. Faqat og'ir jinoyatlar sodir qilmagan bo'lsa bu. Keyin yana bitta savol bor, qarang. Borib ko'pchilik shu Yevropaga borib, men stabilniy oylik 2000 deb o'ylaydi. O'zi shunaqa 85 euro, dollarda gaplashsak ham shu 85 dollar, 90 dollar atrofida bo'ladi. Stabili. Hatto uydan chiqadi. Mana misol uchun yangi viza olgan odam pribelga qachon kiradi? Oy bilan yoki kuni bilan sanab beringda. Borib o'qiydi, ishga kiradi. Chunki bularning xayolida menga shu savollar keladi-da. Juda ko'pchilik aytadi, biz уже сразу ketamizmi, ishlab ketamizmi, oylik qanchadan necha pulgacha ko'tariladi. Orasi zazor. Xullas, mana shunaqa narsalarni aytishadi. Necha kunda pribelga kirib ketadi. Xo'p, viza olgan haydovchilar yoki boshqa sohadagilar, misol aytaylik, shopirlarni aytaylik, chunki hozirgi kunda shopirlar juda trendda desa ham bo'ladi, trendda.
Fura va pesh haydovchilar borgandan keyin birinchi o'rinda kod 95 ga o'qiladi. Buni o'zi ko'pchilik ham juda yaxshi biladi. Даже buni kod 95 nimaligini ham bilishmaydi ko'pchilik. Endi bor, plus minus. Borgandan keyin buni 2009-yilda mana shu juda ko'p tushadigan savol. Men korotkiymanmi, men длинныйmanmi deydi. Juda ko'pchilik bilmaydi. 2009-yilda 9-oy, ya'ni sentyabr oyini 9-chislasiga do'r bo'lgan, ya'ni C kategoriyasini olgan haydovchilar bu korotkий hisoblanadi. Bir haftalik kursda o'qiydi. Endi 2009-yilda 9-oy, ya'ni sentyabr oyini 10-chislasi kuni olgan C kategoriyaliklar bu 1 oylik, ya'ni 3 hafta примерно o'qiydi. 1 oylik kurs deymizda, длинный kurs hisoblanadi. Endi hozir shunaqa sharoit bo'ldiki, Xudoga shukr, aqdagi Yevropa davlatidagi firmalar bilan, ya'ni avtoshkolalar bilan shunaqa shartnoma qildik. Kod 95 da mana shu yerda turib onlayn o'qiymiz. Ya'ni har bitta haydovchilar aqa borgandan keyin vizani olib Yevropaga bordi, vajdeniya qildi, ekzamenini topshirdi. Qaysidir firmalar vajdeniya oladi, qaysidir firmalar vajdeniya olmaydi. Bizda hozirgi kunda ko'p firmalarimiz vajdeniya olmaydi. Nimaga? Biz kandidatlarni o'zimiz tayyorlaymiz. Bu yerda o'sha vajdeniya qildirib, orqaga, oldiga 90 gradusdan, chapdan, o'ngdan zigzag qilib, xullas Yevro standartiga javob beradigan ekzamenlarga biz tayyorlaymiz. 100% boradi, ekzamendan o'tadi. Muammo bo'lgani yo'q. Ha, shunda bo'lyaptiki, boradi, ana 1 oylik длинный kursni faqat o'qilmaydi. O'qilmaydi. Srazi boradi, kod 95 da oladi qo'liga. Boradi, kod 95 da oladi. Ya'ni ko'p vaqt o'tyapti shu narsaga. Mana uydan chiqib ketdi bugun, necha kunda ishga kiryapti. Mana vizasini oldi deylik, misol aytaylik, bu yerda endi viza olgan bolalarimiz mana shu yerda bitta xatolik ketdi. Mana. Shu akamiz, ya'ni Abduvali Madvaliyev. Ko'rishlari mumkin. Bu ukamiz vizani oldi, misol kod 95 borib hatta o'qimaydi. Ya'ni biz o'sha vizani olgan kundan to uchib ketadigan muddatimiz 10 kunmi, 15 kunmi, shu muddat ichida biz chunki vaqt biz uchun oliy hakamda, endi hamma uchun ham Yevropada har bitta o'tayotgan kuni misol g'animat. Pul topish kerak, maqsad pul topgani ketyapmiz-da, misol dam olgani ketmayapmiz-da. Endi nima bo'ladi? Boradi, kod 95 ni oladi. U shu ishga tayyor. Ya'ni shu 10 kun, 15 kun muddati ichida biz kod 95 ga o'qitib bo'lamiz. Ko'ryapsizmi? Borgandan keyin o'qimaydi, to uchib borgunga qadar biz o'sha kod 95 ni hamma yo'g'ini tayyorlab qo'yamiz. Ya'ni boradi, kod 95 ta olib, ish beruvchiga uchraydi, shartnomalarni qiladi, do'g'orlar tuzadi, shartnomalarni 1 yil bo'lsa 1 yilga shartnomani qiladida, mashinani kalitini beradi, ishga chiqib ketadi. Ya'ni mana shu savolda stajirovkasiz, ya'ni bizda hozir shu savolni bermoqchi edim, o'zi stajirovkalimi? Stajirovkali bor firmalarimiz bor. Ya'ni bu stajirovka qiladi, ya'ni shopirlarni shunga qarab podbor qilamiz. Stajirovka kerak menga, men chiqib haydamoqchiman, o'zimga ishonamayman. Endi Yevropa yo'llari tor. Haqiqatda misol bizdan men ham yaxshi bilamiz. Kimlardir eshitdi va Yevropa juda qiyin ekan mashina minish. Yo'q, aslida o'zi oson, juda tartibli, qonunga bo'ysunadi. To'g'rimi? Mana misolda qanaqa holatlar bo'lgan, biz boshimizdan qanaqa kunlar o'tganda. Shuning uchun borgandan keyin bu kandidatni o'ziga bog'liq. Ya'ni 20 yildan beri, misol 30 yildan beri yoki 15 yildan, 10 yildan beri misol optli shopirlar keladi. Menga stajirovka kerak emas, men mashinani haligi kalit tiqadigan zajganiya bilan Gulishtaydan chiqib ketaman deydigan shopirlar bo'ladi-yu. Ana shunaqa shopirlarga misol stajirovka keragi yo'q-da. Stajirovkaga misol to'laydi 30 yevrodan, misol 35 yevrodan to'laydi. Srazi kalitni olib chiqib ketadi, 70-80 yevrodan o'sha первый начальник boshlanadi-da kuniga. To'g'rimi? Zo'r ekan. Endi bu kandidatlarni nimasiga qarab, xohishiga qarama. Yo'q, menga stajirovka kerak desa, biz partnyorlarimizga, ish beruvchilarimizga aytamiz, yo'q, bizni shopirlarga stajirovka shart emas. Misol mayli bitta ko'raman deydi, bitta vajina qildirib ko'radi, haqiqatda o'yin bo'ladi yoki shart ham bo'lmasa, o'zi mashinani olib ishga chiqib ketsa bo'laveradi. Stajirovka shart emas. Endi mana длинный kurslar haqiqatda borgandan keyin rasxoti o'qish to'lovi 500-600 yevro
bu kod 95 o'qishni o'ziga to'laydi. Ya'ni yonidan lishni to'lamaydi o'sha vaqt. Oyligidan ushlab qoladi o'sha to'lovni. Baribir to'laydi. oylikdan ushlaydi. Oylikdan Naqd ushlaydi. bermaydi. Naqd bermaydi. Oylikdan ushlamaydi. Oylikdan ushlaydi. Naqd bermaydi. Endi qarangki, bu muddat 3 hafta o'qish muddati, lekin to qo'liga olib ishga chiqqungacha o'sha 1 oydan osha vaqt ketadi. 1 oyda odamlar necha pul topyapti Yevropada shopirlar? 2,000-2,500 yevro pul topyapti. To'g'rimi? Biz shu muddatni qisqartiryapmizki, tezroq chiqib ketadi. Zarani biz o'qitib qo'yamiz, tayyorlab qo'yamiz, boradi, ishga chiqib ketadi. Yaxshi. Shu plus minus tomonlari shu. Молодец. Shu narsani ko'pchilik o'zimiz g'o'lanib sotdi. Hozir qo'ydi sot, molni sot, Yevropaga haydab qoldi-yu. Hamma Albatta. shunaqa. Hatto taassurotlari boshqachada. Borib, masalan, bitta o'zim biladigan narsalarni aytib, hatto bilishmaydi ko'pchilik. Avtomagistralda, o'sha avtobanda deylik, mashina o'chib qolsa, mashina buzilsa kim tuzatadi, balon yorilsa kim tuzatadi? Shunga o'sha savollar bor. Chunki bizda miya qiziq ketadi-da, men to'g'risi. Bitta mana O'zbekistonda kimdir oldiga men shopir, nastoyashi shopir, men borib minmoqchiman mashinangni xullas desa, u beradigan savol minishni bilasanmi deyilmaydi. O'zbekistonda tuzatishni bilasanmi deydi. Albatta. Bu savolni qarangda, men to'g'risi ana Yevropa bilan taqqoslab ko'ringda, yo'qotayapmida. Miya qaraychi bunaqa narsalar ushalmaydi-da. Ko'tarolmaydi. Qanaqasiga shopir boshqa narsa, usta boshqa narsa. Savolni men o'zimdan lishni o'zim masalan O'zbekistonda 2-3 yil haydab yurganman-da. O'sha paytida qayerga borsiz tuzatishni bilasanmi deydi-da, o'sha minishni bilasanmi degan savolni berish yo'q. Bittasi pravin bormi, ikkinchisi o'sha tuzatishni bilasanmi? U Yevropada o'sha mashinani o'zi tuzatadi. Mana shtraf bo'lib qolsa, u kimning bo'ynida bo'ladi? O'sha savolga o'zim ham bu savollarga javobni bilaman, lekin podrobniyroq Doniyor aka, misol uchun, ayni sizlar uchun-da, podpischilar, sizlar ketyapsizlar, qiziqyapsizlar, qanaqa qilib boramiz deyapsizlar. O'sha narsani endi men to'g'risi har bitta narsani podrobniy men tushuntira olmayman va o'zi mendan yaxshi biladi. Chunki men как бы rolda yuradigan odamman. Bu narsalar dokumentatsiya har oyda o'zgarib turadi. Qaysidir muddatda misol uchun posolstvodan har xil narsalar so'rab turadi-yu. Ha, bu safar selsovetdan bitta qog'oz olib kelasan, keyingi safar maymundan o'g'itidan olib kelasan. Har xil narsalar qo'shilib turadi har oyda. Bu narsalarni men bilmaymanki, mana bu shtraflar Yevropada o'sha shtraflarga kim to'laydi jigarim? O'zingiz to'lab qo'yaverasizmi? Yevropada shtraflarda to'g'ri haydovchini oyligidan baribir oladi. Ya'ni DTP qilsa yoki endi ayb kimdaligiga qarab. Endi baribir straxovka bor-ku. Endi mashina tuzatish, buzilishga keladigan bo'lsak, haydovchilar o'zi misol nima deydi, osmondan tushib mashinaga rulga o'tirgan odam hayotda u narsani qila olmaydi, mina olmaydi-da birinchi o'rinda. O'zi har bitta kompaniyaning o'zining servislari bor. Bu degani mashina tuzatishni bilmasam ham bo'laverar ekan degan fikr tug'ilmasligi kerak. Haydovchi deganda bu o'sha haydovchi degan nom olishli mashinani nafaqat minishga kiradi. Ya'ni buni tuzatishga ham kirish kerak-da. Endi bilmasangiz o'zingiz qiynalasiz. Ya'ni haydovchi qiynaladi. To'g'ri, endi servis kelgunga qadar endi misol avtobanda mana oylik avtobanda qolib ketdingiz-da. Lekin bitta simini ulab qo'yib yoki bitta nima deydi, oddiy bo'ladigan qiladigan ishni o'zi qilib qo'ysa bo'ladi. Chunki bilmaydi-da. Endi hata soatlab turishni ayting avtobanda. Masalan, ikkinchi etaj tushmayapti deylik. Servis keladi-da. Servis keladi. Mayli, yaxshilikka bo'lsin. Bilish kerak avtobandagi, o'sha avtomagistraldagi mashina uchun yog'i qolmadi, yo oqib ketdi yoki shunga o'xshash palakatlar bo'lsa, shopir qilmaydi buni, kelib servis keladi, servis qiladi. U shopirda bo'ynidami yo? Yo'q, bu shopirda bo'ynida emas. Chunki bu texnika. Bilib bo'lmaydi, har xil holat bo'ladi. Misol siz atela buzib qo'ymaysiz-ku uni. Albatta servis kelib tuzatib ketadi. Kompaniya endi u narsalarni o'zi hal qiladi. Parijda bo'ladi bu holat ko'pincha. O'rgimchakda iniga o'xshaydi yo'l bor-ku, xaritadan ko'rsangiz.
navigator o'sha yerda chalg'itadi. Chalg'itadi. Parijda, ana unda Belgiyada, Brusselda ham, Hmm. keyin Germaniyada ko'pmi, Frankfurt, Stuttgartda, Berlinda shunaqa bo'ladi. Ilonsiz bo'lib ketgan 4 ta 5 ta yo'l qo'shilib, xullas shofir adashadi. Shofir adashib qayergadir kiradi. Masalan, deylik, mashinani no'qib qo'ydi, qayergadir adashib yoki adashib kirib ketdi, chiqolmayapti yerdan, servis keldi yo ko'pchilik eshitmagan bo'lsa ham kerak, mana shunaqa holatda vertolyot chaqiradida. To'g'ri. U orqaga ham yurolmaydida, u zoom. O'shanaqa holatda kim to'laydi o'sha narsani? Shofirda aybi bilan bo'lyaptimi shunda? Endi bu holatda avvalambor o'z haq huquqini biladigan haydovchi bo'lsa, isbot qilib beralsa, ya'ni haqiqatda shu tupikka kirib qoldi, vertolyot keldi, bilasiz, vertolyot ham 4000-5000 dollar, yevroga aylantirib beradida. Endi bunaqa holatlar hech kim boshiga tushmasin, avvalambor. Mani haydovchilarga ham bir maslahatim, masalan, har bitta zadaniya olgandan keyin boradigan yo'nalishini navigatorda ko'rib olish kerak. Misol, aqli yetmayapti. 10 kilometr ichkariga kirib ketmaydi-ku. Misol, qandaydir bir ko'ngli tortmayapti yo deylik, bir ehtiyotsizlikni oldini olish maqsadida bir chekkaga to'xtab turib, bilasiz, hali navigatorda tersiz hali 360 chiqadi. Ya'ni o'sha yerda ya'ni ekranga ursiz hamma yoqda ko'rsatadi. Ya'ni грузовой запрещен bo'lishi mumkin, yoki bu yo'l o'zi umuman remont bo'lyapti-da. 5 kilometr yo 3 kilometr ichkariga kirib oladida. Menejerda keyin so'kib yotadi, urishib yotadi. Menejer ham emas, hayotdan nolib yotadi. Unaqalarni men juda yaxshi taniyman-da. Bekor tug'ildim, abort qilsa bo'lardi mani. Mani hech qayerda ishim yurishmaydi. Shu yerga keldim, shu yerda ham chiqib beryapman deb, xullas. Короче, ves dunyo aybdor, u bola oppoqda, xullas. Aybni onaga ham qo'yadi bekor tug'ildim deb. Lekin короче, hamma aybni o'zbekda nimasi-yu bu. To'g'ri, endi bor shunaqa bileti desa. Shuning uchun boradigan manzilini oldindan o'sha navigatorda ko'rib olsa, shunaqa holatlar bo'lmaydi. Ya'ni haqiqatan balki menejer noto'g'ri lokatsiya, ya'ni marshrut bergan, koordinatani noto'g'ri bergan bo'lishi mumkin. Lekin u noto'g'ri bergan bo'lsa, shu yo'lga borish kerak degani emas-ku. Shunaqa savolni bizda bergan, o'qitayotgan paytda berganda, agar degan, misol uchun sen marshrutni misol uchun noto'g'ri bergan bo'lsang deyapti, mostlarda, o'sha ko'priklarda taydan o'tishadi, furalar 4 metr bo'ladi. Misol 350, 380 lik joylar bor, shu mostlar bor. O'shandan orqaga qaytishni iloji yo'q. Qaytadigan bo'lsa rosa qiynaladi. Juda qiynaladi. Probka bo'lib ketadi. O'sha shunaqa savolni bersa, o'qituvchiga prям hali ishga chiqqanimiz yo'q. Shu savolni bersa, sani deyapti, sen hayvonni rolga maymunni o'tkazganimiz yo'q, sani o'tkazyapmiz deydi. Odam marshrut deydi, bu yerda 80% sani prosta yo'nalishingni mana bu ko'cha yaxshiroqda bir tavsiya qiladigan narsa deyapti. U sani qo'lingdami rol, tormoz oyog'ingdami, sen boshqarasan. To'g'ri. Sen o'sha narsani oldini olishing kerak. Короче, bizga ilmagin bu narsani. O'zing aybdor bo'lasan deyapti-da. To'g'ri, to'g'ri aytyapti. Endi koordinatani bergandan keyin bo'ldi, shu koordinata bilan borsa, yo o'sha tupikka boradi, razворот qilishda imkonsiz, vertolyot keladi, yoki o'sha hali nima deydi, visata запрещен, ya'ni o'sha 384 shunaqa kirib oladida, menejerda so'kib yotadi. Hammani so'kadi bitta menejer. Endi odamni o'zida bo'lish kerak. Odamni o'zida bo'lish kerak. Madaniyatli bo'lish kerak avvalambor. Haydovchi degandan keyin o'sha O'zbekistondan Yevropaga borib ishlayotgan haydovchi juda ko'p madaniyatli, yaxshi shofirlar. Endi hozirgi kunda oylik 2,5 ming, hozir 3 ming yevro oyliklar misol va'da qilyapti. Juda ko'pchilik, hatto sartaroshi ham ishini tashlab, haqiqatda pravasini olib, o'qib, tayyorlanib, o'rganib borayotganlari ham bor. Lekin pravani olib qo'ygan 5 yil, 10 yil, lekin hali u furani roliga o'tirmaganlari ham bor ichida. Keladi, mashina minishni bilaman deydi, mana pravom olganimga 10 yil bo'lyapti deydi, 5 yil bo'lyapti deydi. Shuni nimaga olib boramiz? Vajdeniyaga, o'sha yerda keyin haqiqiy yuzi kelib chiqadi-da u odamni kimligi. Qanaqa kasb egasiligi. Keyin ular bilan endi ishlaymiz. To'g'risi ozgina mehnat talab qiladi, ya'ni bularni o'sha borgandan keyin
qiynalmaydigan darajada vajen, ya'ni shu O'zbekiston ichida yo международный o'sha Rossiyaga, Turkiyaga qaytayotgan shopirlarimiz bor. O'shalarga bir shopir qilib, yordam shopir qilib, bularni malakasini oshiramiz. Ya'ni shu muddat, ya'ni viza chiqadigan o'sha 2,5 oy, 2 oy ichida biz bularni podgotovka qilamiz. Hozir shu narsani juda katta gapirib qo'ydimda, iloji bor sizlarda Bor, shu narsani o'zingiz yo'ldan Faqat yurakda bo'lsa, men shu haydovchilik fura kasbini o'rganmoqchiman degan haydovchilar bo'lsa, haydovchilarimiz bor. Yevropaga qatnayotgan yoki o'sha O'rta Osiyoga qatnayotgan haydovchilar yoki O'zbekistonda ichida, misol tashqariga chiqqim kelmayapti, mana shu yerda o'rganmoqchiman deydigan bo'lsa, O'zbekistonda ichida viloyatlarga qatnaydigan shofirlar bor. Ularni o'rgatib olinamiz. Xudo xolasa ancha ishni bitirib oladi. Akam ham to'g'risi siz o'sha bobom rahmatli aytgan, shu bolalar yaxshi do'st qilib olgan, odam yaxshi deb aytib ketgan. O'shandan beri sizni taniyman. Xullas, ancha odamga yordamingiz tekkanda, to'g'risi bu maqtash yo bir narsa emas u. Birat ancha qolganlarga nisbatan ko'pchilik aldaydi, aldamagan taqdirda ham bilamanda o'zi shunaqa Yevropaga jo'natadigan odamlarni, masalan, o'zim mana shu atrofda Farg'onada yo Toshkentda yo Andijonda taniysiz-ku, men o'zim ham shaxsan o'sha paytda 2019 da ketgan bo'lsam, 11 million, 12 millionga ketganman-da. Undan ham ko'p bo'lganman. Xullas, chista u qanaqa bo'lgan? Ana odamning ish haqisi bo'lgan, rasxodlardan tashqari. Qolgan hamma yo'qni o'zingiz qilgansiz. Ha, hamma xarajatlarda ularga ham где-то o'sha 1,5 ming dollar pul ketgan. O'sha paytda ham 2,000-3 ming pul sarflaganman demoqchiman. O'shanaqa narsalarni kimdir aytadi, jo'natadi, vizani olib beradi, lekin shunaqa qimmatga olib beradiki, ana odamni to'g'risi hali sotgani biti ham qolmaydi-da. Yo bir joyga borib, o'shani orqasidan o'g'irlar ko'payib ketyapti. Hazil, lekin ko'p qimmat qiladi. Действительно akam ancha deyli yarim puligacha ham siz ham jo'natasiz o'sha narsaga. Lekin men o'zim ko'zim bilan ko'rgan, o'zimni jiyanlarimni jo'natib ko'rganman. Qo'shni qavm qarindosh aymaqni jo'natganman. Shep agar jo'natilmasa, vizasi kechroq kelsa yoki o'sha Yevropadan приглашение keladi, taklifnomani kelishi yo qiyinlashsa yoki посольство migratsiyadan ochirib ola olmasa, shu pulni qaytib beryapti o'sha joyda. Rasxod qilgan bo'lsa, rasxodini chista, misol uchun yo'l kiraga mencha sarfladim yoki sani shu bank kartang, bankskiy shoting yoki nimadir bilet oldindan bron bilet bir narsalar qiladi, o'sha narsani haqqini olib qoladi. Chista, ana 2x4 da sizda ochiq kartada. Men shu narsasiga lekin ta'min bu ana paxta qo'yish, maqtanish eng zo'ri bu. Ba'dan ham zo'ri bordir, lekin shunaqa yaxshi odamlar ko'payaversin. Meni maqsadim kimdir ularni ko'kka ko'tarib eng zo'ri deyishmas. Shunaqa odamlar ko'payaversin, yordam qilsin, chunki ketadigan odam borki, hammasi qiynalib ketadi O'zbekistondan. Yevropaga ketib keyin sal o'zim ushlab olgandan keyin u ham ehsoni ko'payib ketadi. Albatta. O'rtalarimiz borda, ehsonlarimiz ham menga 1000 dollar berdim, aytga 500. Lekin ketayotgan uydan ketayotgan to'g'risi qo'pol aytga yirtiq ishon bilan ketadi yo qarzga pul oladi. Shunaqa bo'lib ketadi. Imенно o'shanaqa odamning ustidan bilan tepib o'tganda qilib 2000, 3000 dollardan pul olishadi-da. Aldaydiganlari ham bor. Va aytdim-ku, rostdan ham viza olib beradi, ahli edi, lekin qimmatga olib beradi. O'ta qimmatga. Приглашение masalan bepul bo'lsa yoki 200 bo'lsa yo 500 bo'lsa deylik, u narsani ustiga bir kam 10 barobar qo'yadi-da. Приглашение keldi. O'zingiz bilan o'sha 2021damida adashmasam birga edik. Ko'zingizni oldida o'zingizni shogirdingizmidi yo kimdir o'zingiz taniydigan bitta bola, o'sha bolani sразу ani бесплатный paytida приглашение 500 dan sotib yubordi-yu. Ano noinsof bor-ku. Endi mayli endi men esimda yo'q-ku. Xuddi shunaqa bir voqea bo'lgandek bo'ladi. Haqiqatda o'sha qancha ishladik misollarni siz bilan, to'g'rimi? Ba'dan qancha odamlarni bepulga, ya'ni приглашение chaqirtirib va arzimagan 1 million, 2 million pul ketardi o'sha mahalla. To'g'rimi? O'sha ham hujjatlariga посольство to'lovini to'laydi, vizasini olib qancha misol mana kompaniyamizga
odam chiqardik, Odam, to'g'rimi? ancha odam O'sha mahalla keldi. haqiqatda 500 dollardan, men bilganim 800 dollardan ham oddiy bepulda u приглашение. Bepul pay Bepul. o'zi bo'ladi, pulli payt Payti keladi. bo'ladi, to'g'ri. Besplatniy Hozirgi kunda payti ham bo'ladi. bor. Litvani 99% firmalari bepulga, ya'ni приглашение bepul. Ya'ni kerakli hujjatlarni qiladi. Misol, mustaqil o'zim qilaman, ya'ni Yevropaga o'zim xarajat qilmasdan, ya'ni xarajatsiz harakatni o'rgating, lekin qiladi xarajat. Ya'ni o'zini hujjatlariga kerakli perevod, apostilar shu hujjatlariga уже sarflaydi ozgina. Olsa bo'ladi. Hozirgi kunda ham bor. Endi shu hozirgi kunda даже mana bir akamiz Qo'qondan bir telefon qildilar, bir maslahat so'radilar. Men maslahatlarni berdim. Endi oradan ma'lum bir vaqt o'tdi, bir telefon qilyaptilar. Приглашение oldim, o'sha yerga qo'yish kerak. Qaysi davlatga? Litva davlatiga. Qaysi kompaniyadan desak, keyin kompaniya nomini aytdi. Men u kompaniyani to'g'ri juda yaxshi bilaman. Juda yaxshi kompaniya. Endi qanday lekin приглашениеni 1080 yevrodan. Endi hozir 1200 dollar bo'ldi-da, adashmasam. 1200 dollar. Abduvali, 1200 dollar bo'ldi. U bepul narsa. Men shu narsani o'zlariga ham aytganman. Aka, unaqa rasxod qilmang. Misol bor shunaqa kompaniyalar bepulga jo'natadi. deb aytganman. Endi aqda kimdir taklif qilganda, endi 1080 yevro bu kichkina pul emas-da. Oddiy приглашение uchun, oddiy приглашение 1080 yevro. Hozir o'chiritlar o'zi juda o'zim qiyin bo'lyapti olishda. O'sha 4 oydan keyin u приглашениеdan so'ragi kuyadi. 4 oygachami? O'zi 4 oy. Endi PAFT ikkinchi nimasi bor, ikkinchisida yana 4 oy beradi. Shu bilan agar 8 oy muddati ichida agar o'chirt olinmasa, haligi 1080 yevroga o'sha rozi bo'lib qo'yaveradi. Yo'q joydan bepul narsani 1080 yevroga olish. U kompaniyadan boshqa kompaniyalar ham bor, misol Litvada misol. Endi bepulga beradi, bepulga chaqiryapti. Endi hujjat masalalarida ko'pchilikda, chunki bu sohaga kirmagan, bu sohani qilib ko'rmagan odam to'g'risi tushunmaydi-da. Endi tushunmagandan keyin so'rash kerak, maslahat olish kerak. Yo'q, men aqlim yetmaydi, aka, o'zingiz yordam qiling. Meni vaqtim yo'q, men ishli odamman. O'zim reysda yuraman, misol. Kelaman, shunday xizmatingizni beraman deydi. Misol, hech narsaga xarajat qilmaydi. Misol, keladi, hujjatlarni oladi, o'sha firma to'lovlarini to'laydi. Vizasini oladi yoki vitnajistvasini oladi. Endi bunaqa sharoitlar ham bor. Yo'q, men o'zim harakat qilmoqchiman desa, misol, hattoki men bitta ikkita gruppalarda ko'rdim. Oddiy misol konsultatsiya olish maqsadida, ya'ni Yevropaga bormoqchiman deb murojaat qilsangiz, karta raqam tashirganda 20 yevro, 30 yevro adashmasam konsultatsiyani narxi. Biz mana yerda bepulga nima deydi, konsultatsiyalar berib yotibmiz. Aka, bu narsa xalqni Bu soflarligida chin qalbdan bu narsa, sababi bilmagan odam qilsin, o'rgansin. Qilalmasa keyin aka o'zingiz yordam qiling, men aqlim yetmayapti, tushunmayman. Men hozir 1050 marta gapirsangiz ham bu kirmaydi. Chunki men yerda kallada o'sha ro'zg'or tashvishi, hammani o'zini tashvishi bor. Kimdir reysda yuradi, kimdir bitta muammosida yuradi. Men gapirganingiz bilan tushunmaydi-da. Endi bunaqalarga biz o'zimiz qo'ldan kelgancha biz taklifni beramiz. Yo'q, aka, o'zingiz xizmat ko'rsating, menga cho'tki bo'lsin. Agar bizning xizmatimiz, ya'ni отказ chiqib qolgudek bo'lsa, bu juda ham bir nima deydi, juda past ko'rsatkichda. 99% inshaalloh viza olib kelyapmiz. Endi 100% desa katta ketgan bo'lamiz. Endi baribir bo'ladi. Bir 10 ta 15 tadan ichida bitta ikkita отказ chiqib qoladi. Bu ham nimadan? Ya'ni kandidatni bee'tiborligidan, ya'ni pasportdan telefon bo'ladi. Bitta ma'lumotlar so'raydi, yo telefon ajdanaga tushadi, yo telefon zaynat bo'ladi, yo nezvona bo'ladi. Pasolan misol bir marta qiladi, qaytib qilmaydi. Qaytarib telefon qilsangiz, ular operatorga avtomatga o'tib qoladi. Endi ertasiga ham qiladi, qarang. 3 kun shans beradi. 3 marta bir martadan telefon qiladi. Endi uchalasida ham agar bee'tibor bo'lib qolsa, endi o'shalik 1% ga to'g'ri kelib qoladi. Qarang, o'sha narsani sizni oldingizga bitta bola keldi, misol uchun
aka men Yevropaga bormoqchiman dedi. Hamma dokumentlarni to'g'irladingiz, расход qildingiz, borib o'sha posolstvoga topshirdingiz, ochirdi, hammasi qiyin-da. Men sizni ishlaringiz ham shu yugurib qiyin. Lekin mana shu o'zi aybi bilan o'sha telefonni ko'tarolmadi. O'zi borgisi kelmadi. Misol uchun kimnidir o'tib qoldimi, nimadir bu, xullas. Qanaqadir bormadi xullas. Shuncha tayyorlagan narsangizga siz xizmatingizni olasizmi? Qanaqa yo'q. bo'ladi shunda? Men xizmatni qachon olaman? Xizmatni men xizmat ko'rsatib natijasini ko'rgandan keyin, ya'ni misol mana viza oldi, demak biz bunga 100% natija ko'rsatdik-da. Viza oldi, 100% ko'rsatdik. Biz mana shu narsaga pul olamiz. Endi bularning ichida bo'ladi, endi bitta ikkita variantlar chiqib qoladi. Nima deydi, atkaz chiqib qolsa taqdirda, misol 1 so'm pul olinmaydi. Hamma to'lagan pulini qaytarib beramiz. Ziyon qilmaydi. Ziyonni biz qilamiz. Ya'ni endi bu ziyon qilmagandan keyin misol ziyonni biz qilamiz. Chunki mayli bu o'zini xatosi bilan bo'lgan taqdirda ham. Lekin juda ko'p firmalar misol o'sha qilingan xizmat ko'rsatganiga pul oladi. O'zi aslida to'g'ri, lekin xizmat ko'rsatdi, endi kimnidir aybi bilan bu hayotda firmani xatosi bilan atkaza olmaydi. Chunki bu nima deydi, qilib kelgan odam xato qilmaydi. Misol, endi xatoni o'sha kandidatni o'zi be'tiborli yoki bir qandaydir bir hujjatlarda nima deydi, mas'uliyatsizlik qilib bir posolstvada bir unga bunga ko'rsataman deb hali to'g'rimi yo noto'g'rimi yo kimdir bitta ko'rib beradi, ichidan bitta hujjatni olib qo'yish ehtimoli bo'ladi. Endi yoki boshqa o'sha posolstvani bir qo'ng'irog'iga javob bermaydi, posolstva undan kerak ma'lumotlar ololmagandan keyin atkaz beradi. Bu endi kandidatni, chunki kandidatni biz 2 hafta, ya'ni 14 kun rasmatreniya bo'lsa, oldimizda olib o'tirmaymiz-ku. Har bitta kandidatni biz suhbatga, ya'ni posolstva bilan bo'ladigan suhbatga tayyorlaymiz. Ya'ni nima savol beradi, nima javob berish kerak. Haydovchilar albatta juda ko'pchilik atkazlarning sababi ham, men o'zim posolstvoga borib turaman. Atkazlarni ko'raman, prichinasini ko'ramanda, juda mas'uliyatsizlik bilan yondashilgan hujjatlarni ham ko'raman. Juda ashka juda ko'p. Hattoki anketa to'ldirganda anketada xatolarni ko'rib, shuncha odam nima deydi, men qilingan mehnatini xabada qiladi. To'g'risida shunga hujjat masalasiga ancha-muncha firmalar bunaqa xato qilmaydi, lekin kandidatni o'zida ham bir xato bo'ladi. Lekin shu xato bu bo'ldi aka, sizni xatoyingiz bilan bo'pti bu narsa deb turib bir qisman pul olib qolinmaydi bizda. Konkretniy pulini beramiz o'ziga. Hech qanaqa muammo yo'q. Endi kandidatdan so'raymiz. Endi mana atkaz olding, nima qilmoqchisan? Aka deydi, qanchada yana harakat qilsam chiqsam bo'ladi. 1 oy, uzog'i bilan 1,5 oy, 45 kun. Biz apellyatsiyaga beramiz. Повторныйda hozirgi kungadir, apellyatsiyaga berganlarimiz misol 100% vizalarni olib kelyapti. Уже ikkinchi papitkada уже olinyapti. Endi ko'pchiligiga savol tug'iladi, men atkaz oldim, yana vizaga topshirsam atkaz beradi. Yo'q, bu noto'g'ri fikr. Pasportlarni almashtiradi. Даже расход qiladi, nimadir qiladida, kimlardir noto'g'ri maslahatiga uchib, lishniy расход ham qiladi. Keyin u narsa vaqt ham ketadi. Yo'q, atkaz pechatni ustiga viza olsa bo'ladi. 100% gapimga javob beraman, viza olsa bo'ladi. Shu narsani biz shu kungadir qilib kelganmiz. Bitta davlatda o'zidan, bittadan Litvadan atkaz oldi, Litvaga yana qaytib topshirsa bo'ladi. Bo'ladi. Endi misol aytaylik, Latviyani aytaylik yo Polshani aytaylik-da. Misol aytaylik, Slovakiya, misol Vengriya, misol повторныйga topshirsa bo'ladi. Bu vizada. Endi agar u vitnajistvaga Litva temasida bo'ladigan bo'lsa, уже bitta stroyda kuydirgandan keyin 8 oy ichida o'chirga qo'ya olmadimi, topshira olmadimi, уже Litvani o'zini qonunlari bor. Уже повторныйda сразу bitmaydi. 6 oydan keyin harakat qilsa bo'ladi. Lekin u Latviya, Estoniya, Polsha, Slovakiya, Vengriya, misol Xorvatiya, shunga o'xshab qolgan Yevropa davlatlarida misol atkaz oldi, bu degani hali umidni tushirmaslik kerak.
Harakat qilsa bo'ladi. harakat qilish kerak. To'xtama, bu atkat просто qayerdadir kamchilik borligi uchun atkaz beryapti. Bu degan keyingi viza olishiga hech qanaqa ta'sir qilmaydi. Keyingi hujjatlarni yana tayyorlab kiriladi. И o'tgan safar atkaz oldi, bu safar hushyorroq bo'ladida. O'tiradi, telefonni qo'yib olib, o'tiradi ertalab soat 8 dan boshlab keyin soat 5 gacha, 6 gacha pasos bilan telefon bilan. Ana o'shandagina albatta yana telefon bo'ladi, chunki bitta atkaz olgandan keyin telefon qiladi yana. Agar hujjatda yo bir nima bo'lsa, savollar tug'ilsa hujjat bo'yicha. Ya'ni qayerga ketmoqsan? Oddiy savollar. Bu pasport telefon qilib osmondan olib samolyot nechta bilasan demaydi-da. Shunaqa. Misolda, yo sen g'isht terishni bilasanmi deb agar g'isht teruvchi bo'lsa, oddiy savolga javob berisha olmaydi-da. Shunaqangi paytlar bo'ladi. To'g'ri, rus tilida ozgina qiynaladigan kandidatlar bo'ladi. Lekin переводчиdan foydalansam bo'ladimi deydi. Albatta bo'ladi. Ya'ni ozgina uyalaman gaplashgani yoki qiynalaman o'z fikrimni ifodalaydigan, lekin yaxshi tushunaman rus tilini degan kandidatlarga misol biz переводчиlik qilamiz. Ya'ni buni gapini migratsiyaga, buni gapini bunga. Misol shunaqa qilib viza olsa ham bo'ladi. Endi rus tilini bilish kerak o'zi aslida-da. Biz musobatda yordam qilib, imkoniyatdan foydalanyapti, lekin aeroportda yoki boshqa joyda biz bunaqa imkoniyatlari bo'lmaydi. Ha, to'g'ri. Chunki biz bo'lmaymiz, yo onda boshqa hech kim bo'lmaydi. Endi bo'ladigan hali o'zimizni Google dan foydalansa bo'ladi-yu. Endi buni ham ishlatishni biladigan odam bor-da. O'zimdan kelib chiqsam, masalan, Rossiyaga borib ishlaganman-da bir paytlar, 2013-yil kollejda o'qib yurgan paytim bor ishlaganman. O'shanda men ruschani chala-chulpa shu o'tir tur aqabaqani bilardik. Shu bilan Yevropaga borganman. Endi o'zimizda ham O'zbekistonda ham bicha tilni kelishtirib oldik-ku. Mana shunda ham yaxshi bilmasdim. Atay posolstvoga kirib, shu migratsiyaga kirardim. Biz paytda viza berardi. Qozog'istondan Olmaotadan olardik. Borib savol javob qilingan rus tilida, как положено, qayerdansan, qayerga ketyapsan. O'sha paytda bizda savollar ro'yxati bo'lardi. Как раз o'sha ro'yxatdagi savol hammasi tushganda, necha yil mashina mingansan, qanaqa markada mingansan, shunaqa savol. Endi buni bu rus tiliga ham kirmaydi bu narsa. Bu masalan o'zbek tilida xaladeri, pomidor hamma o'zi ruscha yozibdi. Albatta. Misol uchun o'tirdi, so'kinishlarda 99% ruschadan o'zi. Albatta. O'zi so'kinishlardan bitta ikkita gapirsa, o'zi posolstvo migratsiyadan o'tib ketsa kerak. Rus tili bu bilishga kirmaydi-da, to'rtta savol beradi. Bu axir rus tilini, ya'ni deb qo'ya 50% bilaman, 40% rusni o'zi bilmaydi-yu. To'g'ri. Sen o'sha pasport qayerdansan degan savolga sen Ukraina demagin, bo'ldi, O'zbekiston degan. Qanaqa mashina mingan, Kamazmi, Isha aravani yana bitta qo'shilgan aravasini minganman. Oddiy savol. Yana bitta ana nimaga misol ish beruvchidan shartnoma keladi. Shartnomada hamma yo'q yozilgan. Hattoki firmani boradigan o'sha manzillarigacha, firmani manzillarigacha yozilgan. Endi boradigan kandidat, misol siz Amerikaga ketmoqchisiz-da, qaysi aeroportga uchasiz misol. Misol boradigan aeroportingizni bunday kartadan ko'rasiz. Qaysi adresga bormoqchisiz? Borishdan oldin zarani bunday hozir texnologiya kuchaygan zamon, to'g'rimi? Aeroportdan chiqib haligi boradigan adresni, lokatsiyani tersangiz, qaysi avtobus, qaysi tramvay, qanaqa qilib piyoda yetib olsa bo'ladi. Hamma yo'g'ini ko'rsatib qo'ygan kartada. Даже shu narsalarga qiziqmaydi, do'g'urlarni o'qishmaydi. Shunaqa ko'pchilik. Juda bir nima deydi? Soddalikka yo'ysa bo'ladi aka bu narsani. Endi soddalik desiz, bu nima deydi? Magazinga kirib kartochka olgan ketmayapti-da. To'g'risida, to'g'rimi? Yo bu viza olyapti. Yevropaga ketyapti. Biz ko'rsatib qo'yishimiz kerak posolstvoga kimligimizni-da. Qanaqa bir nima deydi? O'zbek deganda hali og'zi ochilib, havas qilgan darajada bo'lish kerak-da. Bunaqa mas'uliyatsiz hujjatga yondashmaslik kerak. Oddiy misol uchun aeroportdan chiqyaptimi? Misol aytaylik, Latviya deylik, Rigani aeroportidan vokzaligacha qanaqa yetib oladi misol. Oddiy misolda qanaqa savol beramiz?
tushunmaydida, bilmaydi. Shuni mana internetga kirsangiz, Google kartaga ursangiz, aeroportdan do vokzalgacha-da misol. Yozsa уже tramvay, metro, poyezd misol aytaylik. Piyoda yursak hamma yo'lni ko'rsatib qo'yganda. Shu. Oson, lekin bu Juda oson. viza olayotgan payt, masalan, sizni oldingizga kelayotganda uyda o'zi ana yotgan beshkabir qilib yotgan paytda savol tuzatdi o'zicha. Hozir erta Doniyor aka bilan ko'rishaman. Mana savol. U savollari qanaqa? Aka necha kunda borsam bo'ladi? Aka borganda oylik necha pul? Faqat shunaqa ana faqat menga pul temasdan gapirdi-yu. O'shanaqa mana oddiy haqiqatan logistik narsalarda tushasan xatga va enangni ana rahmatli bobosi kutib olmaydi-sanda. U borganda o'zing o'sha xurjun o'zingni bo'yingda hech kim senga yordam bermaydi. Hatto borib keyin ko'pchilik o'zbeklardan nolib, o'zbekka yordam bermas ekan. Yo'q, hatto hamma o'zini bo'ynida bo'ladi. Hatto har bitta odam misol bittasi o'g'irlikka magazinga tushsa deylik, bitta o'zbek, ikkinchi o'zbek unga borib переводчиlik qilaman yoki yordam qilaman, ikkinchisi borsa uni sherigi bo'lib qoladi. O'shaning uchun har bitta odam o'g'il bola osilib o'sha ko'chaga chiqdingmi, o'zing javob berasan. O'shaning uchun qiziqish kerak. Molda bilan chozida nechta emchak bor deb yurmasdan, qiziqib mana shunaqa oddiy savollarga javobni qidirib yur, ana gruppalarda masalan rosa suhbatlar bo'ladi-da, o'sha Telegram gruppalarida bor. Chatlar bo'ladi, onlayn chat, kruglab sutka bo'ladi. Savol-javob bo'ladi, o'sha yerda savollarni bir oylikka qiziqma, oylik senga o'sha sen oxirroq daraja примерно bilasan, o'sha 2000-2500 oylik olasan, bo'ldi. Qolganiga o'sha sen qanaqa qilib ketishdi, qanaqa qiyinchiligi bor, plyus minusi bor. Aytdim, misol uchun hali tug'iladigan bolang bor, bolangni to'yi bormi, qanaqadir ular maraka marosiming bor. O'sha narsalar hisobini olib borsam, kelsam 3 oyda qoplaydimi, qoplamaydimi? Bu narsalar hisobini xullas oddiy narsa-da, matematik misol uchun yechim bor-da bu narsa, lekin buni qiziqishi bunaqalarga emasda. Oylik. Oylik necha kunda borsam bo'ladi? Oylik. Prava ketadi desa, prava kerakmi? Fura minish kerak bitta savol. Samolyotga kerak xolos prava. Shunaqa savollar, aka savol o'zi tiqilib yotibdi-yu. Sizni charchatib qo'ymadingmi? Yo'q, chotki. Savollarni xullas bizni eng o'sha Instagramda ko'pincha so'raydi-da, bunaqa savolga to'g'risini prямой efir ham qilib turaman-da, o'sha savollarga javob beray deb ana o'qisam. O'sha 2009lashib ketadi-da, hatto ana bittasini savoliga javob beraman deb tursa, aka tashqarini ko'rsating. Aka mashinasi modeli, markasi to'xtab tur, men bu savolga javob beryapman desam, chalkashib ketiladi-da bu narsaga. Xullas Instagramda bu narsaga javob yo'q-da. Bunaqa o'ta mayda, o'ta mijg'ul savollar, bilmaydigan, misol uchun deylik 60%, 40% biladi bu savollarga javobni biladi. Bizi gaplarimiz u odamda yaqiniga ham kerak emas-da. Umuman kerak emas. O'z eshik tagiga borsa so'rashga ham chiqmasa kerak. Bunaqa savollarimiz bilan, lekin bilmaydiganlar ko'p. To'g'ri. Xuddi shu savolga endi mijg'ulashdik, lekin ko'pchilikka kerak bu narsa. To'g'ri. Bilmaydiganlar ham ko'p, sodda bo'lmanglar. Borgandan keyin o'zlaringni yo'qotib qo'yib, qatdan qatga qanaqa kimgadir pullar padishga qidirmay. Rossiyaga borgan odam shunaqada. Rossiyada o'zbeklar, misol tojiklar bir-birini padishga qiladi, o'zbeklar qilmaydi. Unisi ko'chaga chiqdingmi, o'g'il bola bitta-yu, o'sha o'zingga javob ber, bo'ldi. Shu narsani har bittasini, misol uchun maktabda kimdir matematik bo'lib bitiradi, kimdir botanik bo'lib bitiradi, kimdir hezalay bo'lib bitiradi. O'shanaqa 3-turidan bo'lmaydi. Qadar o'zingni bilan harakat yo'lini top, qadar harakat qil. Erta ko'chani bolasi bo'ladi-da, o'g'il bola ko'chani bolasi. Любой xodiga chiqib ketish kerak. Bordi, shunaqa odamlar bor. Mana misol Yevropani harfini eshitmagan odamlar bor, shu O'zbekistonda. Olib borib Amerikaga tashlang. Amerikada salkam prezident darajasiga yetib borishga aqli yetadi-da. Shu darajada shu ustri bu oddiy narsa, o'zi aslida olib qarasa fura temas-yu. Mana shu narsaga ham soddalik qilib ketasizlar-da. Qiziqinglar, bilinglar bu narsaga kategoriya ketadimi deb maydalashib ketmanglar. Bunaqa gaplar birat.
videoni tugatamiz endi shu yerda sizga umuman katta rahmat. Agar savollarni yana yig'ib turamiz, agar bemalol. yana qanaqadir savollar bo'lsa, endi bunaqa boshqa mizg'ib savol bo'lmaydi. Umid Xudo qilamiz. xohlasa, endi bo'ladigan hali anaqaga sop bo'ladigan savollar bo'lsa, Tumanga ha, pichoq demoqchi emas edim. Yaxshi sop bo'ladigan savollarni yig'ib, xudo xohlasa yana ko'pchilik yerda sharoitlar bor, kelib suv, choy, kofe, yerda nimalar bor, xullas sharoitlar hammasi bor. Kelib mana shu oldida o'tirib, soatlab mana shu kresloda qimirlamasdan akani suhbatini eshitsalaring bo'ladi. O'zlaring ham kelib savol-javob qilasizlar. Farg'ona rosa hali bitta Instagramda videoyizni qo'ysam, hamma lokatsiya so'radi. Adres, qanaqa telefon nomer, qayerga borsak, shu lokatsiyani o'zingiz tushuntirib yuboring. Kelganda keyin iloji bo'lsa bir kunga mo'ljallab kelsa, har bittasidan ikkita qilib emas, shu 4-5 ta odam bitta keladigan, bitta qilib informatsiya bersangiz. Endi bu hammani vaqti har xil. Endi qo'limizdan kelgancha chiroyli kutib olamiz. Chiroyli mehmon qilib, qanaqa savollari bo'lsa javob beramiz. Qanaqa yordam kerak bo'lsa qo'limizdan kelsa yordam qilamiz. Avvalo sharoitga qarab. Manzilimiz Farg'ona viloyatini qoq markazi, Farg'ona shahar, Alisher Navoiy nomidagi kinoteatrda ro'parasi. Buni o'zi ko'pchilik biladi, Farg'onaliklar. Hatto Farg'ona informatsiyalari bor. Shu telefon qilishsa lokatsiya oddiy, oson. Lokatsiya tashlab beramiz. Yana bitta savol qolib ketibdi, shep, masalan, Yevropada bitta ishdan, masalan, furachilikdan boshqa kasbga yoki boshqa stroykadan shu fura sohasiga o'tmoqchi bo'lgan bolalar bor. Kategoriyalari ham yo'g'i bor. Ularga kerak yo staj kerak bo'ladi, apostil kerak bo'ladi, o'sha Nisuddinning diplom apostillariga chaqib beramiz. O'shanaqa kamchiliklar, masalan, yana ADR shunaqa chip karta, haydovchilarga kerak bo'ladigan Yevropada turib sizga zakaz qilsa shu narsalarni qo'lingizdan keladi. Hamma narsasini dastavka qilib jo'natib berishgacha. Albatta, chip karta kerak bo'lsa, albatta chip karta, ya'ni O'zbekistondan, xohlasa Yevropadan, ya'ni Polsha, misol aytaylik, Qirg'izistonda misol chip kartasi kerak bo'lsa, misol biz o'zimiz zakaz qilamiz. Turgan davlatiga, ya'ni Yevropani qaysi davlati bo'lsa, xohlasa Amerika desin, Amerikasigacha dastavkasini yetkazib beramiz. Bu dastavkamizga hech qanaqa summa qo'shilmaydi. Ya'ni o'sha to'lovni qiladi. Biz nima deydi? Chin yurakdan, ya'ni sharoiti shunaqa. Endi kimlardir shu dastavkasiga ham $20-30 olishi mumkin. Biz o'zimiz shaxsan aeroportga borib, o'sha ketayotganlardan iltimos qilib, chiroyli tushuntirib, shunaqa sharoitda bir akamiz qiynalib qolibdi, shu omonatlari bor ekan. Xizmat bo'lsa, xizmatini biz o'zimiz yonimizdan beramiz. Agar xizmat oladigan bor, shunaqa odamlar bor. Endi bu nima deydi, o'zi oddiy ko'zga ko'ringan narsa, bu kiloli emas. Misol chiqsa bir 15-20 gram, 30 gram chiqadi. Pravaga o'xshagan chip karta juda ko'pchilik biladi. Iltimos qilamiz, ko'rib, bu yomon narsa emas. Olib ketsa bo'ladi. Kimlardir bor, tan joni sog' bo'lsin, shu kungacha begona, yettiyot begona. Yo'q demak, tojikistonlik akalarimiz bor. Tojikiston akalarimizdan ham pochta qilib jo'natib yuborganmiz. O'zimizda O'zbekistondan tanigan, bilgan, qadrdan akalarimiz bir og'zim aytsa yo'q demaydi, Alloh rozi bo'lsin. Savob bo'ladi. Endi Yevropadan turib kimdir bu davlatdan bu davlatga misol ishga o'tmoqchi, albatta bunga nesu deymiz. Ya'ni bitta nesu deymiz olish uchun O'zbekistonga kelib ketmaydi-ku. Nesu deymiz sudlanmaganlik haqida. Ya'ni biz o'zimiz o'rgatib turamiz onlayn olishda. Buni Toshkentga, ya'ni Apostol markaziga beramiz. Ag'dan keladi, ba'dan notarialniy periodlarini qildirib, chiroyli qilib o'zlariga PDF shaklini tashlab ham beramiz. Originalini biz o'zimiz o'sha ketadigan o'zimiz shu balkim shopirlar bor yoki qurishga ketayotgan qurishdan yoki zavodga ketayotgan bolalardan eng birinchi ketayotganlariga iltimos qilamiz, olib ketishadi. Ya'ni O'zbekistonda qanaqa mahsulotlar, misol aytaylik, uzum yegisi kelyaptimi O'zbekistonda, mana shu oltiariq uzumlaridan misol nimaiki bo'lsa, misol zarurat tug'ilsa, kerak bo'lsa, dori-darmon deydimi. Shuni olib, aytgan narsasini chiroyli qilib pakovka qilib, aytilgan joyiga
kerak bo'lsa yetkazib olib borib beramiz. Bu endi kimlardir qurilishdan qurilishga sohaga o'tmoqchi bo'lsa, albatta diplomlarimizga jo'natib yuborishadi originalini. Biz bularni ham apostilga beramiz, periodlarini qilamiz, PDF-ni tashlab, o'zini yana o'sha nimaga dastavka qilib beramiz. Endi chip karta, ADR ham kerak. Hozirgi kunda ko'p firmalar ADRsiz ishlatayotgan shopirlarini tush mashinadan bor ADRni qilib kelyapti. Endi o'zingiz tasavvur qiling, mana o'zingiz ham ishlab yurasiz. Yevropada ishini tashlab ADRga bormaydi-yu, yo ADRga qilmaydi-da. Shu narsalarni biz nimalarini tashlab beramiz, silkalarini tashlab beramiz. Bularda endi nima deydi, mashinadan tushib to Yevropaga bazasiga kelib, misol aytaylik Germaniyadan, Fransiyadan, misol Litvaga yo Latviyaga kelmoqchi-da, ADR qildirmoqchi. Uje mashinadan tushiraman desa ham uje bizga xabar bersin. Biz srazi o'sha gruppaga qo'shamizda zudlik bilan. To uje kelmay qo'yaveradi, bo'ldi, men uje kelyapti O'zbekistondan ADRim desa, uje 4 kun, 5 kun ichida yoki harakat qilamiz, imkon qadar shu o'qishni o'sha berilgan nimalari bo'yicha, darslar bo'yicha qo'llanmalarni tashlab beramiz o'ziga. Endi o'qimaydi, misoli, endi vaqti bo'lganda o'qib o'zi uchun-da bu narsa. O'zi uchun. Shu narsalarni o'qib o'rgangunigadir ba'da ADR o'sha aytilgan manziliga yetib boradi. Biz sraz uni PDF-ni tashlab beramiz. Tushmay qo'yaveradi. Unda bor. Oldi orqasi bor. Originali bazaga yetkazib olib borib beramiz. Bazadan ya'ni o'zi biladi qachon yetkazib olib borib qo'liga tutqazishini. Bizning vazifamiz o'sha davlatda xolasa bazasigacha yoki o'sha davlatda kimdir bo'lsa, o'shani qo'liga yetkazib beramiz. Yoki kimda chip kartasi tugayapti srogi. Endi O'zbekistonga kelib ketmaydi-yu, shunaqa bor, shunaqalar juda ko'p uchraydi. O'zbekistonga kelib ketaman deydi, yo nima qilsam bo'ladi deydiganlarga. Shu O'zbekistonda chip karta olganligi haqida spravka qilib xolasa jo'natib beramiz. Litvani o'zida yoki o'sha Polshani o'zida, qaysi davlatda bo'lsa, o'sha yerdan borib o'sha spravka bilan olsa ham bo'ladi. Yo, sizlar bizga o'zlaring O'zbekistonnikini jo'natib yuboringlar deydigan bo'lsa, biz uni onlayn zakaz qilib beramiz. 10 kun, 15 kunda chip kartasi ham tayyor bo'ladi. Buni ham zudlik bilan yetkazib olib borib beramiz. U ham muammo emas. Qanaqa xizmatlar bo'lsa, xohlasa, chin ko'ngildan, xudo xolasa, ishlarini chiroyli qilib yetkazib beramiz. Eng asosiysi qisqa muddatda. Ya'ni sharoitdan kelib chiqib, zarurat yo zarurat emas. Misol menga yo'q, bir haftaga 10 kunga kerak bo'lsa, biz o'zimiz iltimos qilib borib nima qilamiz? Yordam qilamiz. Aka, rahmat. Katta sizni vaqtingizni Joningiz sog' bo'lsin. aka. Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa, podpischilar hammasi olgan ma'lumotlarga, xudo xolasa, ketkizgan vaqtlarga rozi bo'ladi. Ilohim. Ma'lumotni olishda aka. Rahmat, joningiz sog' bo'lsin.